Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz sharq falsafasi haqida gaplashamiz. Bu mavzu juda chuqur, lekin buni oddiyroqqa tushirishga harakat qilamiz. Aynan tasavvuf haqida gaplashsak juda ham qiziq bo'ladi. Chunki tasavvuf sharq falsafasining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. To'g'ri, tasavvuf aslida insonning ichki dunyosi bo'lib, inson o'z nafsini yengib, qalbini poklab, Allohga yaqinlashishga harakat qiladi. Demak, bu faqat ibodat emas, to'g'rimi? Aynan. Masalan, tasavvufda shunday tushuncha bor. Inson bu dunyoning mol-mulklariga bog'lanib qolmasligi kerak. Mol-mulkka ochko'z bo'lmasligi. Va yana eng qiziq joyi, ular rasmiyatchilikni yoqtirishmaydi. Yaxshi, endi tariqatlar haqida gaplashsak. Ulardan qaysilari mashhur bo'lgan? 3 ta asosiy tariqatimiz bor. Qubroviya, Naqshbandiya va Yassaviy. Masalan, Kubroviya tariqatini Najmiddin Kubro asoslagan. U juda ham jasur inson bo'lgan. U mo'g'ullarga qarshi kurash jangida halok bo'lgan. Bu juda qiziq. Demak, ular ruhiy emas, balki amalda ham faol bo'lgan. Yassaviy tariqati esa Ahmad Yassaviy nomi bilan bog'liq. U oddiy xalq tushunadigan tilda hikmat qilgan. Uning g'oyalari juda ham sodda bo'lgan. Allohni sevish, halol mehnat qilish va pok yashash. Ajoyib. Unda Naqshbandiyachi? Bu tariqatni Bahouddin Naqshbandiy asoslagan. Uning asosiy shiori dilbayoru dastlakor. Ya'ni qalb Allohda, qo'l esa mehnatda bo'lishi kerak. Bu juda real hayotda falsafa deb ataladi. Demak, tarixiy tomonga nazar tashlasak, mo'g'ullar haqida nima deya olasizlar? Bu davr juda og'ir bo'lgan. Shaharlar vayron qilingan, ilm-fan ham ancha pasaygan. Lekin shunga qaramay xalq taslim bo'lmagan. Keyin esa Amir Temur davri keladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu davr qayta tiklanish davri bo'ladi va Amir Temur yangi davlat qurib, uni ancha yuksaltiradi. Ayniqsa uni kuch adolatda degan g'oyasi juda mashhur. Sharq falsafasi demak faqatgina nazariy emas, balki u jamiyat rivoji hamdir. Albatta, insonlar falsafadan nafaqat bilim, balki undan ma'naviyat ham olishgan. Bu g'oyalar dolzarb, halollik, poklik. Bular har doim kerak. Xo'sh, yana bir savol. Sizningcha yoshlar uchun tasavvuf va sharq falsafasi qanchalik kerak? Ochig'i juda kerak. Chunki hozir hamma tez pul topish va tez natijalarni ortidan quvadi. Lekin tasavvuf esa bu sabrni o'rgatadi. Ayniqsa nafsni yengish hozirda esa juda aktual. O'z nafsiga qul bo'lganlar o'z istaklarini bajara olmaydi. Masalan, oddiy hayotda bu narsalarni qo'llama sifatida ishlatsa bo'larkanda? Albatta bo'ladi. Masalan, kimdir seni xafa qilsa, sen darrov javob qaytarmasdan o'zing nazorat qil. Bu ham tasavvufdir. Eng qiziq joyi, bu g'oyalar necha yil oldin o'ylab topilgan va hozir ham ishlaydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Shunaqa do'stlar. Demak, falsafa bu qo'llama emas, balki bu hayot uchun yo'l yo'riqdir ham.